Kuyovni payg'ambar siylabdi deb mashina mindirib qo'yayotganlar. Kuyovni payg'ambar siylabdi deb kir mashina berayotganlar, xaridorlarga berayotganlar. Hozir yangi moda chiqibdi, idish yuvadigan mashina berayotganlar. Kuyovni payg'ambar siylabdi deb gilamini-yu, pardasini-yu, mebelini qilib jo'natayotganlar qizning orqasidan. Eshitib olinglar, Rasululloh nima qilgan qizlariga? Kuyovni payg'ambar siylagan bo'lsa, qanaqa qilib siylagan? Bu ham borda endi. Uchta narsa. Bitta mato, bitta mesh suv idish, bitta o'sha yostiq berdi. Bo'ldi, tamom. Mana shu hadis-i sharifdan to'g'ri kelinning otasi o'zini qizi uchun ixtiyori bilan ba'zi bir hadya ulashligi bor, lekin u qizi uchun mana shu joyga e'tibor. Qizi uchun bitta yostiq beryaptilar, bitta yopinchiq beryaptilar, bitta suv idish beryaptilar. Endi biz nima qilyapmiz? Kuyovni ham, uni ota-onasini ham, aka-ukasini ham, opa-singlisini ham, bo'lsa ovsinini ham, to'y kuni ham tugamaydi, to'yda ertasiga ham tugamaydi, undan keyin chaqirdisi bor, yo'qlandisi bor, balosi bor, battari ota ko'rdisi bor. Mana bu narsalar to'g'risida biz ozgina tafakkur qilishimiz kerak.